changlanish darajasini pasaytirish uchun kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar yuzasidan farmon imzolandi. Unga ko'ra Toshkent shahrida va uning hududiga yaqin bo'lgan issiqxona isitish vositalari, ya'ni yoqilg'ilarini ko'mir yoki mazut yoqilg'ilaridan voz kechib gaz bilan ta'minlash kerakligi va bu uchun bir hafta muddat ajratildi. Bundan tashqari Toshkent shahrida avtomobillarni harakatini vaqtincha cheklash, ya'ni elektromobillardan tashqari yuk tashuvchi avtomobillar uning tig'iz vaqtida harakatlanishi cheklanib, faqatgina kechqurun uning tig'iz vaqtgacha bo'lgan muddatda harakatlanishi mumkin bo'ladi. Ekologik vaziyatni yaxshilash uchun daraxtlarni kun davomida yuvish ishlarini amalga oshirish qarorlari ham qabul qilindi. Bundan tashqari bilamizki, Toshkent shahrida changli havo uchun eng ko'p emissiya chiqarayotgan bu avtomobillar yoqilg'isidan chiqayotgan zararli tutunlar hisoblanadi. Aynan AI80 markali benzinlarni ishlab chiqarish to'xtatildi va sotish to'xtatish bo'yicha qaror qabul qilindi. Bu qaror dekabrdan o'z kuchiga kiradi. Ekologiya qo'mitasi tomonidan Toshkent hududidagi korxonalarni havoga zararli moddalar chiqarish bo'yicha o'z nazoratini joriy qiladi va endi Toshkent shahri hududidagi barcha korxonalar filtrlar o'rnatish kerak bo'ladi havoga zararli moddalar chiqarmasligi uchun. Prezidentimiz qarori bilan O'zbekiston hududida va Toshkentda yashovchi aholiga qulayliklar keltirish uchun havo tozalagich qurilmalari uchun bojlar bekor qilindi. Bu ham O'zbekiston aholisi uchun juda katta qulayliklar keltiradi. Barchasi inson qadri, uning qulayliklar, yashash sharoitlarini yaxshilash uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar hisoblanadi.